Assalomu alaykum. Bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan azizlar, 2026-yilning Umra safariga oila a'zolaringiz bilan bormoqchimisiz? Borishni rejalashtiryapsizmi? Unda bu video aynan siz uchun. Azizlar, biz hozirda Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Holidays o'zining litsenziyasiga ega bo'lgan rasmiy ofisiga keldik. Azizlar, ekraningizga yaxshilab joylashib oling va bu videoni like, podpiska bosib, Umraga bormoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Biz video syomkamizni boshladik. Hoji aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Hoji aka, bizning obunachilarimizga 14 kunlik Umra safari haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'tsangiz. Xo'p bo'ladi. 14 kunlik Umra safarimiz 3 kun Madina Munavvarada bo'ladi, inshaalloh. 11 kun Makka Mukarramada bo'lamiz, Xudo xolisa. Hoji aka, hozirgi kunda reyslarimiz qayerdan bor va qaysi sanalarga bor? Reyslarimiz Farg'ona, Jidda, Toshkent, Jidda prime reyslarimiz mavjud. Iyun oyi uchun 21-sanadan oyda oxirigacha inshaalloh kunda reyslarimiz bor. Xudo xolisa. Hoji aka, Farg'ona, Namangan, Toshkent qayerlardan bor reyslarimiz? Reyslarimiz 26-sanaga Farg'ona, Jidda reysimiz bor. Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha 21-sanadan oyda oxirigacha inshaalloh Xudo xolisa reyslarimiz bor. Hoji aka, mehmonxonalarimizning shart-sharoitlari haqida, uzoq yaqinliklari haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz. Mehmonxonalarimiz Madina Munavvarada 200 metr, 300 metr oralig'ida bo'ladi, markaziyada bo'ladi inshaalloh. Bemalol piyoda kirib chiqsa ham bo'ladi ziyoratlarga, ibodatlarga. Makka Mukarramada bo'lsa 1-1,5 kilometr atrofida bo'ladi. 24 ga 7 avtobus xizmatlari bor. Piyoda bemalol borib kelinsa ham bo'ladi. Xudo xolisa. Hoji aka, ovqatlarimiz haqida ham gapirib bersangiz. Ovqatlarimiz Madina Munavvarada 2 mahal obed, kechki ovqat bo'ladi. Makka Mukarramada 3 mahal issiq ovqatlar bilan ta'minlaymiz inshaalloh. Xudo xolisa. Hoji aka, ziyoratlarimizdan tashqari ekskursiyalarimiz, sayohatlarimiz ham bormi? Albatta bor. Madina Munavvarada Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ravzalariga tasrihlar bor. Uhud tog'iga, Xurmo bog'iga, shunga o'xshash bir nechta ziyoratgohlar bor. Makka Mukarramada bo'lsa, Qizil dengizga, Sabr g'ori, Hiro g'ori va boshqa ziyoratgohlarimiz bor. 50 boshlarimiz bilan birgalikda 14 kun davomida birgalikda o'zlari olib borib kelishadi. Xudo xolisa, inshaalloh. Hoji aka, bizning obunachilarimizga eng qiziq joyi keldi. Paket narxlarini aytsangiz. Paket narxlari iyun oyi uchun inshaalloh 1100 dan qilib belgiladik. Yana kelsa inshaalloh yo aloqaga chiqsa, chegirmali qilib beramiz qo'ldan kelgancha. Xudo xolisa. Hurmatli obunachilar, videomiz manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Yanada to'liq ma'lumot olishingiz uchun ekranıngizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Hoji aka, sizga ham rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Shu bilan videomizga yakun yasaymiz. Qadrli obunachilar, sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.